Hurmatli obunachilarimiz, 2025-yilda ishlab chiqarilgan, 2026-yil salondan chiqqan avtomashinamiz BYD Yuan. Bu avtomashinamizga egalari tomonidan hurmatli obunachilarimiz $20,300 so'ralyapti. Mashina 4000 kilometr yurgan, kraskalari top-toza. Bitta zapravkasi bilan 400-450 kilometrgacha bemalol yurishingiz mumkin. Mashinamiz juda zo'r holatda, qirilgan, chizilgan, mayda-chuyda ishlari yo'q, top-toza avtomashinamiz elektromobilda eng zo'ri desak ham bo'ladi. Hozirgi kunda Toshkentda trendda sotiladigan BYD Yuan. Salon qismlarini bir ko'rsatamiz. Xo'sh, salonlari juda zo'r holatda, panorama luklarini ko'rishingiz mumkin. Ayniqsa to'qqa dam olishga zo'r avtomashina, oila bilan 52% hali zaryadkasi bor ekan, 210 kilometr yurilgan. Mashinamizni ko'rishingiz mumkin. Juda chiroyli holatda. Xo'sh, $20,300. Egalar nomerini qoldiramiz, hurmatli obunachilarimiz, savdolashib olishingiz mumkin. Bu avtomashina bizga yoqdi. Xohlasalaring banklarni ham hisoblab beramiz. Xohlasalaring narxga baraka qilishingiz mumkin. Mashinamiz вообще stok holatda.